Dadam urgan bir şaplaq hayatımni o'zgartdi. Salam qarindoshlar, qandaq ahvolinglar? Men Şinjan Musabay Xalqaro savdo cheklik shirkatining lideri. Shundaqla yartan mahsulotlarini ishlab bozorga solg'uchi Musajan Muhammad. Endi hamma odamning hayotida mushu taqdirini o'zgartirishga, hayotini o'zgartirishga sababchi bo'ladigan ma'lum bir ish bo'lishi mumkin. Balki mush filmni ko'rib turgan nurg'unlaringlarning hayotida shundoq sababchi bo'lgan bir ish bo'lishi mumkin. Mening mushu o'ylab baqsam, mening hayotimni, taqdirimni o'zgartirishga sababchi bo'lgan bir ish bor. Ya'ni dadam urgan bir shaplaq. Mushu boshlang'ich 5-yillikmi, 4-yillikmi shu chaqlag'u deymi. Bir qishlig'i uyda ish qilib qoldik, ya'ni ilqi qo'noqni oqlash. Ilqi ma'da qo'noqni utib, televizor ko'rib, ashundaq bir qishda ish qiladigan bir ishlar bor buni hamda. Ama sahroda yezid cho'ng bo'lgan qarindoshlar biladi. Bir qishliq ta'til vaqtida shundaq televizor ko'rgach, qo'noq uvutdiqda. Shu qo'noq uvutayotgan chaqda men ilqi o'ynab, g'ingshib, diyanshiga qarab, tuzuk qilmadim hamda ilqi uvutgan qo'noq chechirab, u bu yerlarga chechirab ketdi. Dadam bir necha qatam askartishmadi. Balam ma u astoydil qiling, ko'ngil qo'ying deb. Men deb qo'yib yana shunda qilaveribdimi? Bir chaqda ko'zimdan o't chiqatdi-da, tarang-turanglik qilib qoldi. Dadamdan bir shaplaq yeb oldim. Ortiq yaqinmidim. Dadam bir shaplaq urib, ish qilganni astoydil qil dedi. Men hamda jimmida bo'lib qoldim. Keyin o'ylab baqsam, mushu mening keyingi hayotimda mushu bir shaplaq intayin muhim rol o'ynabdi. Keyin to'liqsizlik chiqdim. To'liqsizlik chiqqandan boshlab mushu o'qishga astoydil muomala qiladigan bo'ldim. Har qanday ishga astoydil muomala qiladigan bo'ldim. Mayli etzerixning ishlari bo'lsin, mayli boshqalarning qo'lida ishlab pul tepish bo'lsin yoki o'zimizning mushu o'qish jihatga ishlari bo'lsin, hamma ishga astoydil muomala qiladigan bo'ldim. Bara bu mening xarakterimga o'zgardi. Keyin oliy maktabga keldim, oliy maktab bitdim. İyilik tikladim. Hatta iyilik tiklash yo'llaridimi men kichik ishni qilsammi, qetir qilib yaxshi qilishga tirishdim. Olamchi cho'ng ish qilamasam-mi, kichik ishni yaxshi qilishga tirishdim. Mushu astoydilligim tufayli hozirgidek Musabay shirkatini qurib, men hozirgidek bir yaxshi kuniga erishdim deb o'ylayman. O'ylab baqsam, mening mushu astoydil bo'lishim hozir mening mushu xarakterimning bir qismiga aylanib ketibdi. Oxirda mushu xarakterim mening taqdirimning o'zgarishiga sababchi bo'libdi. Bir gap bor-ku, odamning xarakteri shu odamning taqdirini, hayotini belgilaydi deb. Bu haqiqatan to'g'ri aytilgan gap. Sizning yetilgan mijoz xulqingiz, xarakteringiz, shu xarakteringizga singib ketgan astoydilligingiz yoki astoydilsizligingiz, oxirida sizning shu bir ishda utuq qozonolmasligingiz taqdiringizning undaq bundaq bo'lishiga bevosita ta'sir ko'rsatdi ekan. Shunga mushundaq o'ylab baqsam, dadamdan yegan bir shaplaq mening hayotimning o'zgarishiga, taqdirimning o'zgarishiga sababchi bo'libdi. Agar shu chaqda dadam bir shaplaq sanmagan bo'lsa, men hozirgacha balkim nurg'un ishlarga parvosiz qarab, astoydil muomala qilmay, nurg'un fursatlarni, nurg'un ishlarni qo'limdan chiqarib qo'yishim shu oxirda taqdirimning yaxshi bo'lmasligini keltirib chiqarishim mumkin-di. Shunga men mushu film orqali dadamga rahmat aytaman. Men hozirgacha dadam meni andaqcha bir shaplaq urgan deb dadamdan yomonlab baqmadim. Balki mana mushundaq hikoyalar, ish vaqalar sizlarning turmushinglardami yuz bergan bo'lishi mumkin. Shunga mening deydiganim, mayli dadanglardan bir shaplaq yanglar yemanglar, her qandaq ishga astoydil muomala qilinglar. Ulug' ishni qilish vazifamiz yo'q. Ulug' ishni qilamisak-mi, shu kichikini qilayotgan ishimizni ulug' ishda qilib, astoydil muomala qilsak, oxir natijasi yaxshi bo'ladi. Taqdirimiz yaxshi tarafga qarab o'zgaraydi. Shunga cho'ng ishni qilamisak-mi, kichik ishni cho'ng ishni qilgandek qetir qilib astoydil muomala, astoydil pozitsiyada bo'lib qilaylik. Aranglarda balkim ba'zilaringlar paypoq setib atqansizlar, ba'zilaringlar baqalchilik qilib atqansizlar,
ba'zilaringlar uşaq kichik tijorat qilayotgansizlar yoki do'kon ochayotgansizlar. Shu qilayotgan ishinglarga astoydil muomala qilib, qetir qilib, yaxshi qilsanglar, oxirida shu kichik ishinglar cho'ngib, cho'ng igilikka aylanadi. Oxirida nurg'un yaxshi natijalar kelib chiqadi. Gepim o'rinliq bo'lsa, qo'llasanglar, kuchab taqtib qo'yinglar, yurak belgisini besib qo'yinglar, gul-gullarni yo'llab qo'yinglar. Meni guanjo qilib qo'yib olishini unutib qolmanglar. Mana bu shundoq yaxshi aktiv energiyalik mazmunlarni men doim huzuringizga sunib turaman. Hammanglarga rahmat.